Assalomu alaykum. Qalbimga aziz bo'lgan aziz insonim, omonmisiz? Bu g'animat dunyoda joningiz omonmi? G'animatdir har bir kunimiz, kimga tikon, kimni gulimiz. Barchamiz ham Alloh qulimiz, diydor so'nggi bo'lishi mumkin. Hayot berar kimgadir davron, umr o'tar misli bir karvon. Ertangi kun kim uchun armon, shu kun so'nggi bo'lishi mumkin. Odam dilin tinglang, dardlashing, fikr berib fikr almashing, so'zlariga to'yib gaplashing. Bu so'nggi so'z bo'lishi mumkin. Ana shunday azizlarim, bu so'nggi bo'lishi mumkin. Diydorimiz, so'zimiz, mehrimiz, muhabbatimiz g'animat dunyoda. Omon bo'laylik. Boringizga shukr.